شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان رمضان رمضان يا حبيب رمضان Ramazan'ınki gayesi bo'lgan taqvolikdan iborat mushu xislatni hammalarni yerlashtirib, o'nindagi ro'zadan chiqib nasib qilsin. Nima maqsad bilan ro'za tutgan bo'lsangiz, ashuni yetkizsin. Muhammad Emin Mahsum hojim nayt bak yaxshi gap qildi. Qilitgan muhim asosli gapini qildi. Ammo ijtimoiy taratqu masalasi to'g'risida bir gap qilib bersinlar, men shu to'g'risida gap qilay. Uningdan burun mushu bolalarni mushu bizga Qur'on o'qib bergan qarindoshlarni men qayta tabriklayman. Ular haqiqatan mushu ziminniki gullari, Sharqi Turkiston xalqininki faxrlari, bizning dinimizni, Allohning kalomini saqlab, ko'tarib yurayotgan, ya'ni jonliq farishtalar desak o'tda bundan shundoq hamda haqiqatan ulug' ish hamda katta ish hamda Alloh taolo mushu qarindoshlarimizni Qur'onni o'rganib, o'qib, amal qilib, shuningki Qur'onning kuchi bilan dunyoda kuchli bo'lib yashaydigan, xalqi sharoitni yaratib beradigan yaxshi bir ummat qilishini Allohdan tilaymiz. Amin. Endi ijtimoiy taratqu desak, bilisizlar sotsial media. Hozir u narsa kirmagan uy qolmadi. Hammamiz shu narsaning qul asiriga aylandik. Endi uningsiz hayotimizni tasavvur qilmaydigan bir holatga kelib qoldik. Bu bir tarafdan bizga mushlar bir baloyi ofatda ko'rinadi, ammo Alloh taolaning ajoyib cho'ng ne'mati bu. Ma tarafdan qarasak, har qanday narsaning biz kichikgina yuriq ijobiy tarafiga qarasak, ashuni foydalanamiz. Salbiy tarafiga qaramay. Ijobiy tarafi qanday desa, mushu YouTube orqali, mushu ijtimoiy taratqu orqali necha qorilarning qiroatini shundoq taqlid qilib o'rgangan bolalarimiz bor. Ashuni takrar. U qorinning qishqa berib o'qishga kimniki sharoitli bo'ldi hozircha, biz dunyoning birida biz bir yerda. U bor. Uningda boqsak kishilar dinini yaxshi o'rganadi. Yaxshi narsalarni o'rganadi. Intayin jiq foydasi bor. Endi buni pichoqqa o'xshash narsa. Yo buningda pichoqda adam o'tirib qotil o'g'il bo'ldi. Bu pichoqda qurbonlik qilib savob topib bo'ldi. Shunga o'xshash narsa, ikki bisliq narsa. Bu ikki bisliq narsaga to'g'ri muomala qilish kerak. Biz musulmonning prinsipi Alloh taolo bizga nima dedi? Va ta'awunu 'alal birri vat taqvo va la ta'awunu 'alal ismi val 'udwan deydi. Ya'ni yaxshi ishqa, taqvolikqa siz yordam qilinglar. Qanday ish bo'lsa shu hamkorlashinglar. Zulmga, haqsizlikka sizlar yordamlashinglar. Bu bizning oltin prinsipimiz Qur'on Karimning. Ajoyib, mukammal bir prinsip. Mushuni hamma hayotimizning hamma sohalariga biz tushira olamiz mushuni. Mushuni biz tushirib ashula yashay olamiz. Endi bu ijtimoiy tarafda ashula bir tarafdan falokati va bir tarafdan shunday savobli ish qilgan narsa. Lekin buni behojat bo'lolmaymiz. Anda bo'lgandan keyin biz musulmonlar buni insonlarni buzish uchun o'tirib chiqqan bo'lsa ular biz foydalanayotgan foydasi bor tarafga cho'rib biz foydalansak bo'ladi. Xuddi demokratiyaning kishilik ba'zi nimalar qanday foydalanadi? Demokratiyaning musulmonlar ba'zi Yevropa davlat demokratiyaning soyasida bizning islomni yashitadigan anda davlat islom davlat quranmaganligi hamda av bo'lsa-macha shuning o'xshash mana ikki bisliq narsaning foydali tarafini biz olamiz hamda. Endi buningda mushu so'zningki mas'uliyati nayt ig'ir islomda. Buningki prinsiplari bor. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam degan "Men kan yu'minu billahi vel yawmil oxir falyakun khayran aw liyasmut" deydi. Kimki Allohga oxirat kuniga ishonsa, ya'ni Allohning barligiga ishonib, oxiratda men hisob berman, har bir so'zimdan deganga ishonsa bu odam yaxshi gap qilsin. Agar yaxshi gap topolmasa, jin tursin gap qilmasin deydi. Onun ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid deydi. Sura Qafda. Her qanday bir adamning qilayotgan gapini, qanday bir gap qilsin, bir farishta hemen yozib turgan farishta bor deydi. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sizlarning qilayotgan ishlaringizni yozib turgan farishtalar bor. Wa la taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaka anhu mas'ula deydi. Sen bilmegen narsangni dema, bilmegen narsangga bunda yurak bermegen. Bilib, savob bulamdı, günah bulamdı, şunu qarab nima qilgan, bilmegen narsangni dema.
Çünkü ko'z, qaragan ko'z, anglagan qulog'ing va qalbing buning mas'uliyati eg'ir deydi. Mushunchalik oyatlar bor, mushunchalik hadislar bor. Biz bunda o'qib ketamiz, jang o'qib ketamiz, ma'nisi bunga yuzaki o'qib ketamiz, tafakkur qilmaymiz-da. Endi bu sosyal medyani qo'llanishda biz har qanday bir ishni men ma'ni qilsam Alloh taolo rozi bo'lamdi ekan. İşte Allah razı olgan iş miken, bu halkımın menfaati miken. İki prinsipini çın tutsak, şunu kullansak buldu iken. Allah Teala razı olgan işin hemisi ibadet katarı. Uçak bizim aşk kılgan kulumuzdan başkanımız ibadet katarı buldu. Değil mi? Allah'ın İbni Teymiye diyen ibadetini tanıştırıp, ibadet diyen Allah yaxşı gördüğün ve Allah razı olgan her qanday iş dedi. Onu da Allah Teala qil deb buyurgan iş bo'lmasmış qilib onun işide. Qanday bir ishni Allah yaxshi ko'radigan, Allah razı olgan ish olsa ibadet bo'ldi. Anda musulmonniki bir musulmon haqiqiy iymon etgan tartib, onun bütün hayatı, hareketleri, gap so'zlari, turmushi ibadet qatori bu, umumiy ibadet. Mushu umumiy cho'ng ibadet ma'nosida shuni tushuntirib Allah Teala va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun deganda, men insonni jinni bana ibadet qilish uchun yaratdim deydi. Mufassirlar ibadet qilish uchun deganda mening ko'rsatganim bo'yicha yashab, mening bana itoat qilib, men ko'rsatgan bo'yicha hayot kechirsin deb yaratdim deydi. Bo'lmasa kecha kunduz namoz o'qisin, kecha kunduz ro'za tutsin, bunda ibodat uchun yaratdim deganlik emas u. Umumiy ibodat. Ibodat ikki turlik ya, endi bu umumiy ibodat, bu ibodat ta'amuliya, ramziy ibodat, endi simvollik ibodat. Bu bo'lmasin bo'lmagan turuk xarakterlik ibodat. Bular şairiya deydi, buni ramziy ibodatlar, masalan namoz, ro'za, zakat degan. Buning hammasi umumiy ibodatga xizmat qildi. Xuddi namoz yomon ishdan to'sgandak, zakat bizni gunohlarimizni pokilgandak, axloq ro'za bizga axloqni o'rgatgandak, Ramazon taqvolikni o'rgatdi. Hammasi berib bizni durust inson qilmoqchi. Hammani qilib, oxirida durust inson bo'lamasang, doktorning bir kapam doğrusini yeb har kuni saqaymagan kasalga o'xshashlik gapadi. Alloh buni saqlasin endi. Endi mushu sosyal medya shunda bir erkin narsiki, bunda her kim nima divosa divolalaydi, nima desa deydi, agar bir vijdon bo'lmasa, qiyomat kunida hisob berman deyotgan narsa bilmasa, uni o'ylamasa, inson nima desa deydi. Masalan, hozirgacha biz ko'ryapmiz, qanday bir inson bir yaxshi ishni o'rtaga chiqsa, oqisini hemen tillaydi. O tillığanlar da özünün dadısı koygan isim bilen, azan çağırıp koygan ismi bilen oturgu çıksın, meyli koyam diye oturgu çıkı kilingam ya nimi derdiniz var diye oldu. Onda emas, bu namertler, bula tor kahramanları, çivinin korkutulan tor kahramanları, özünün dadısı koygan isim bilen uğal valarak oturgu çıkamaydı o. Bir kitaplarının ismi bilen, bilme kitabının ismi bilen, binası ismi bilen o telefon ya telefon tap kullanmaydı ya tap kullanmaydı. O oylaydı ki, hiçbir kılamaysa, tapanmaysa, ben kılvağın. Ama Allah Teala'nın korkmamdı o. Allah Teala'nın ağamçısını kaç kıl bulamda? Bizden kaç kıl buldu mesela? Kaç kıl buldu? Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadiste men kan yu'minu billahi vel yevmil ahir felyakul hayran aw liyasmut deganni, yani yaxshi gap qilsin yoki jim tursin deganni, qiyomatga ishonsa deb aniga bog'lag'larda qiyomatda hisob berishga ishonsa. Demak, aniga ashunda yomon gap qilgan odam, Allohdan qo'rqmagandan qiyomatga ishonmaydigan odam degan gap bu. Veylul lil mutaffifin dema, durust tortmagan odamni qiyomatga ishonmaydigan kofirga o'xshash tasvirlar. Niyadimi? Qiyomatga ishonmagan odamga o'xshash tasvirlarga biz bunda tafakkur qilsak, bu so'zning mas'uliyati naytbek eg'ir. Bir kuni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu Habeşistonliklarninki bir uyan tamaşaları varken, uyan tamaşa degan hemen millette var. Bizim sanatımızın sürdürüşümüz gerek. Durust şekilde ama, şeriatlı durust şekilde. Hemen milletin bir sanatı var. Aşı Arapların aşındaki bir yağaçını kütüğü taranlar bunda kıtkan bir sanatı varken hem de bir günü şununki şunu köylüler Resulullah kürep turup da cemaat haklılar. Ayşe radıyallahu anh'a Resulullah'ın mübareke esirip durup adam acaba pakak adam kina degandikin, ya siz tövbe kılın, siz acaba bir gayret kıldınız. Tövbe kılmasanız sizge bir gayretin günahı yazıldı dedi. Onun pakak degenge bir onu yatırılgan gap emas de. Ama gayret degen nima bilansizlar? Gayret degen aldı diyenmeydigan gapni dese gayret şu.
Mava mundaq adamkan, andaq adamkan degan oldida deyalasan g'ayrat emas. Oldida deyalmasan hozir gap bo'lsa-ma, g'ayrat u tilligan degan undan cho'ng texe, gap to'shigan degan cho'ng, tuhmat qilgan texe undan cho'ng. Endi mushundaq bir zamonda yashayapmiz hozircha hamda. İnsanlar mesela ko'rinishda hammadan musulmon. Biz ibodatni islomni mechit bilan haramning ikkisiga mahbus qilib qo'ygan ekan, bizning nazar doiramizda boshqa hayotda xuddi ibodat yo'qdek, boshqa ibodatda hayotda islomning qonuni yo'qdek, bunda bilib bilmay shunday qilgandir. Bilib bilmay shunday qilganda, endi buni o'rganishimiz kerak. Bu nadonlikdan bo'ldi. Nadonlikning durisi ügünüş, nadallıqның doğrusu ügünüş. Ügənməsən Müslüman boğulun olmaydı, haqiqi Müslüman boğulmaydı. Çünki bizim Kur'an dəstəbdə iqra deyə yerdən başlığanda, əmdə aşındaq bir uluq kitab əmdə. Yəni oqub ügəngin də aşındaq başlığanda. Şuna sosyal medyaga muamele qilishda bir narsa yazıdığan qarindoshlar, bir narsa qo'ydigan qarindoshlar masalan iqtidor qancha iqtidor bo'lsa shunchalik foydalanish kerak buni. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ballighu anni walau oyat deganda mendan bir oyat bo'lsin yetkazing degan. Yetkazishning qanday qurollar bo'lsa hammani qo'llanamiz. Mayli video olsun, mayli unalg'i olsun, mayli nim bo'lsa yetkazgan Qur'onning hammani biz qo'llanishga majbur, qo'llanamiz uni. Aşınızın paydalanışımız gerek ama mesela aşınaylık ismi cismi layık emas, tor kahramanları, dadis koygan isimde oturup meydana çıkamayacak namert insanlar tenqitlese, binası yazsa, tillisa, hakaret kılsa onu katli perva kılmaz ki. Perva kılıp cevap kayıttırman, okılman diye adam çoğun ziyan tartışken. Bunun buna bir kısmı var. Saudi Arabistan'daki Aizil Karani edip hazırki İslam mütefekkür var. Acayip katta adam var. Tefsirden tartıp fıkıhtan nurgun kitapları var, nurgun leksiyalar var adamdan. O adam kitabı şunda deb yazdı. 25 yıldan keyin aqlimni topdim degan bir kitap var odamning. Aç kitabı shunda deb yazdı. Men o'sha o'qishni bitirib doktorlab Riyozga kelgan chog'imda bunda maqola yozishga boshlasam, mening eng yaqin odamlarim, saboqdoshlarim hatto, ulamolar, ziyolilar, hech cho'ng degan odamlar bu nimani bilibdi bu binasini yozyapti. Taqa Ihya Ulumuddin'de naql keltirib Ihya Ulumuddin'ni ko'rib boqqanmi bu dedi. Ammo Ihya Ulumuddin'de bizim shu o'ttir maktabda bizning muallim 7 qismini boshdan oxir takror shuni o'rgatgan. Hammadan bak bilmayman Ihya Ulumuddin deydi. Men shunda tursam meni ashunda deb yozib ketganligim nahaq chidamay. Men 2 soat maqola yozaman, ammo raddiya berishda 8 soat vaqtim ketdi deydi. Nastra yelqin nima moralimmi yo'q. Nimam joyidim emas, ayna o'ltirman deydi. Bu yoqda dadam kelib nim bo'ldi deydi. Men shunday binasi yazsam, ali binasi etga raddiya yozatman. Hey bolam, sen ahmoqmisan? Ahmoq tashla Qur'ondan narsani. Ikkinchi binasi yozma, sen yezivergin. Uning bozori chiqmaganda yetib qoldi dedi deydi. Amaliyotda bir oy qolmay u hammasining bozori chiqib yetib qoldi. Chunki bizdan u tirildi, midrilishni xohlaydi, bizni midrillatmoqchi u. Biz shunda agar raddiya berdim deb buni qilsang, u bozor qizitmoqchi ayada. O'zining fasod bozorini, buzg'unchilik bozorini qizitmoqchi. Lekin biz unga fursat bermaslik kerak. Uningga raddiya bermaganlik ojizlik emas. Bizni men hozirgacha masalan menga qayertilga yozilgan binasini rostini desam men o'qimayman. Chunki o'qib mening kallamni buzg'un qilguncha yangi ilmlarni o'rganib taraqqiy qilishim kerak. U insonlarning Rabbi bor, Rabbiga topshirman uni. Allohga topshirmay nima qilaman? Men Allohning soqchisi bo'lmasam undan hisob og'ili. Hisobni Alloh oladi. Qur'onni ko'rsatib qo'ydi. Men o'zimning yo'lga menayverishim kerak. Shu qarindoshlar shuni tavsiya qilib yo'lga menayveraman. Masalan, mayli ma'arif jamiyati olsun, mayli mavi hilal olsun, mayli ulamolar birligi olsun, yaxshi ishlarni qilib o'tirg'i chiqsa, birlari chiqib qattiq haqoratlarni qilib, ayndaq haqorat qilib bakadim kada. Buni men bunda tahlil qilma. Birinchi, pulga ishlaydigan setilmalar. Bir qari qo'lninki nemisda xizmat qilgan. Ikkinchi nadonlik, insonning eng cho'ng dushmani nadonlik. Uchinchi hasad. Uningda boshqa narsa bo'lmaydi endi. Yani bununla bizning Uyg'urlarning masalan mushu beshit hozir bo'lmagan bo'lsa, mushu 60 ga yaqin mushu qarini mishaga kim akildi, qayaga akagan bo'lgan buni. Uningdan keyin 60 ga yaqin ulamo menga o'xshab kelib so'zlaydi mishaga. Bu ulamo o'zining ilmini yetkazdi, hech bo'lmasa menda gachilishib qolganlarga o'zini pishirdi, masalan foydasi bo'ldi buningga.
Demek her taraftan cemaate oturup külüşüp oturup imanlı işler, kerindaşlarımızla kürüşler, her gün bir kürüşler, bir yılgıça yani şurada bir muhabbetimizle abdan kılan. Bunu da mı yaxşı fırsat ama muşunu kılgan Mahsum hacimden ve muşunu yardım kılgan kerindaşlardan Allah razı olsun yani. Bunu elbette takdirleş gerek. Yani bunu meyil maddi, manevi yardım bütün gücümüzle bizim işimiz bu. Bizim hemimizin hem bir Uygur'un işi. Onu takdirleş gerek. Ama akısından gep tepip andarken budarken deydi Allah'tan korkuş gerek. Çünkü muşu İslami yaxşı işinin akısından gep tapıdıqallar, hakaretlaydıqallar, kamlaşmıgan obzor, kamlaşmıgan helike bir töhmet, kamlaşmıgan tenkit deydiqan nesini kuyutqallı bağı mufsidun eflar degen ki kirdemdir. İnnallaha la yuhibbul mufsidin deydi Allah Teala. Allah Teala buzgunçularını yaxşı görmeydi deydi. Hem de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadisi var qaranglar. Hemen yaxşı bilişinglar mümkün. Bir gün sahabalarga mında deydi. Sizlarga bir kıyamet günü kirtgan bir ümmetni dep bereymi? Diyor, ya Resulullah dep bersizlar deydi. O ümmet ay namaz, ro'zasi bor, hamma narsa bor, xuddi Tihame tegiga o'xshash Saudiya Arabistonida bir tog' bor, yo'g'on Tihame tegida. Jibal Tihame deydi. Tihame tegiga o'xshash shunda jiq yaxshi amal bilan kirdi. Ajoyib jiq yaxshi amallari. Hammasi bor, 5 hammasi. 100 yoki. Namaz bor, ro'za bor, Qur'on bor, sadaqa bor, zakat bor, yaxshilik bor, hamma narsa bor. Shundoq keladi, ammo Alloh taolo uni faqat tuzandek qurt hamma survatida diyor. Ya Rasulullah qanday odamlar ashuni deb bersa biz ashunda bulab qolmayli yani desa, ya o sizning arangizda bor. Sizning o'zingizning qavmidan ular. Sizning arangizda bor. Sizlar bilan namoz o'qiydi. Sizlar bilan namoz o'qiydi. Namoz o'qib chiqib haram ish qildi deydi. Haram ish qildi desa bizning kallamizga keladiki, zina qildi, haraq ichdi, qimir o'ynaydi, yana nima qildi? Ashunda cho'ng gunoh, adam o'ltirdi. Men o'ltirgan jamoatning ichida zina qilgani yo'q deb bilaman. Haraq ichgani yo'q. Cho'ng gunoh qilgani yo'q deyman shundami? Ammo birisining g'aybetini qilgan, gapni eshitgan, kishilarning orasida xanchilik qildigan insanların itibarını tushishga urinadigan mushunda uni yo'q demayman, uni yo'q degil bo'lmaydi. Chunki biz uni nayt kichik deb o'ylaymiz. Rasulullohning qasd qilgan ashada haram degan gap mushimi haram. Qo'shningga aziyat bersangmi haram. Bir musulmonning ko'ngliga aziyat bersangmi haram, adam o'ltiratsangmi haram. Hammasi haramning ishi, ammo darajasi bor, endi uni yuqori tuvan darajasi bor. Endi men aytdim, nayt muhim bir gap. Nimalar? Günah, ma'siyat ikki turlik bo'ldi. Biri Alloh taolaning qilma degan amriga xilof qilgan günah. Buni Alloh taolo meni mush Ramazonda hammani kechiradi. Gap yo'qmish o'ltirgan jamoatlar hammani kechiradi, garanti qildi. Mishqa desa Rasulullohning 3 hadisi bormish to'g'risida. Man qama Ramazon imanan va ihtisaban g'ufira lahu ma taqaddama min zambi dedi. Kimki Ramazonda bunda tursa Ramazonga namoz o'qishlar, ro'za tutish bilan shu haqiqiy savobni umid qilib va Allohning va'dasiga ishongan holda tursa, butun gunohini mag'firat qildi. İkinci hadis men sam deydi. Men sam Ramazon imanan va ihtisaban g'ufira lahu ma taqaddama min zambi. Kimki Ramazon ro'zasini savab kutgan va shu Alloh taolaning mukofot bitqa va'dasiga ishongan holda tutadigan gunohlari mag'firat qilindi shunami? Üçüncüsü men qama laylatul qadri g'ufira lahu ma taqaddama imanan va ihtisaban g'ufira lahu ma qaddama va ta'akhkhar deydi. Demak Ramazan nima? Laylatul qadr kechasini turg'izgan, shunga ulaşgan odamningki, ash iymoni bilan savobni kutib, ayda qilgan bo'lsa, gunohi mag'firat qiladi. Mushunda 3 tane kuchli sahih hadis kelgan ekan, biz ishimizga 30 kun Ramazonni saq tutib, bunda qilgan odamning Alloh taolo o'zining orasidagi ish hammasini hisob kitobi bulab qildi. Kechiradi. Ammo Alloh kechirmayotgani qasi bilamsizlar, qasam deb birsizlar. Kechirmayotgani. Kishining haqqi, kishilarning haqqi. Ben Allah'ın hakkını ona ait ada kıldım. Bir kardeşimin abroyunu döktüm. Bir kardeşimin yüzünü döktüm. Mesela bir ilim okumak unayamaz mesela. Bir adam 7 yıl okusa, 8 yıl okusa doktor olup adamın kusukunu keseleydi. Ama bir mollam 40 yıl, 30 yıl ya 50 yıl okumasa ravorus mıda gap kılamaydı. Nim kılamaydı. Kesemeydi. Avo kusukunu kesibirdi. Lama şeriatını kesemeydi avo. Muşunca teslim. Muşunda tesbih ilim ağan adamlarga Facebook'tan 2 tane hadisini okup bir Kur'an'ın tarihini okup çıkıp bunda kendiga atıp kalıvandı. Özvaqtda İmam Azamga kendiga atqanda, kendiga atıp kalı. Allah'ın korkuş gerek. Endi ulama varasatul anbiya deydi.
peygamberlerin varisi dedi. Endi ulamalarning hammasi %100 ulama Allah Resulullah'ın varisi bo'lmasa, aşı Resulullah'ın varisi bo'lgan septe bu. Aşı septe. Muşu septeki adamlarni qaralash degan Allah'ın düşmanlığı yardım qilib Allah'a düşmanlık qilganlik. Bir hadis var o, hadis kudusiyda. Men ada li valiyan faqat adaytu deydi. Meniki dostumni yani mening yaxshi ko'rgan bandalarga dushman bo'lgandan keyin men dushman bo'laman deydi. Endi ulamaning ichida men masalan ulamalar birga 100 ga yaqin ulama bor deymiz. Shu ulamaning ichida Alloh taologa yiqib qolgan bir qancha ulama bo'lishi mumkin. Hammasi buni bilmaymiz, baho bermaymiz. Bir qanchasi bo'lishi mumkin, faqat yo'q emas endi. Mushularning xotirasidan bo'lsa-mu masalan Alloh taolo ayında hakaret kılganın cezasını bu dünyada birdi. Çünkü zulüm ahiretke qilib qolmaydi. Allah Teala özünün hakkını xalisi bu dünyada keçiradi, xalisi dozaqda ahiretde azaplaydı. Ama bendinin başkasının hakkını bu dünyada bunu yağıp tekkizip aşularını aşı rahar kılıp ayında kılmayıp cenni almaydı. Bu tecrübeli şunu ispatlaydı. Emniyet ise kösanlı tecrübeli şunu. Zulüm ahiretke qalmaydı. Zulüm bu dünyada bitirip kılındı. Şuna adetli bir adamga zulüm qilish başka. Ama milletine hizmeti kılatkan, meyli mavi hilal olsun, meyli ma'arif olsun, meyli ulamalar olsun, meyli şahsi ulamalar olsun. Yani muşunda ulamalarni ki vatanga hizmet kılatkanların ahisi gap qilish, obro'ni tushishga urinish, düşman hisobda bo'lganlik, sepini belgilaganlik endi. Har qancha iymon aytib, masjidda namoz o'qib yurganda, qalbi düşman bilan bulab-bulag'lagan bu odamcha. Şunu Allah'dan qo'rqishga, bak o'yinish kerak, so'zning mas'uliyatini bak o'yinish kerak. Bunun da biz bu sözün mas'uliyatini herkes chiqib bilamaymiz. Yani bir hadisde Peygamber sallallohu alayhi vasallam insan bir sözünü bak dikkat qilmay aytadi deydi. Bir sözünü, bir eg'iz sözünü. Aşı söz bilan 70 yillik cehennemge tüvellaydi deydi. Ulamalar 70 yillik cehennemge tüvellaydi degani cehennemning aşı 70 yil en astıngi qatqichi 70 yil mana deydi. Aş en chuqurining chuquriga tushib deydi odamni. Ashuna qilamni. Aş 70 yil menga bir tushib bulamaydi deydi. Rasululloh sahih hadisinde bir kelime bilen, bir tane söz bilençe, bir söz bilen cennetke kirgil oldu. La ilahe illallah Resulullah'ın için kalbin dedi sen cennet kireleysen mesela. Bir söz şu la ilahe illallah inkar kılsa kafir oldu. Bir 100 yıllık kılgan emelliğini birden yok oldu. Şu söz bek mühim. Şu ülep kalka vakti şehadetin telkin kıpıtı demişka bu adam ahir bir şehadetin iman bilik kessinler. Aşağıda iman bilik etmeyi başka nesillerden ketken basın. Mesela şöyle bir artısı var mı de. Ahirde şehadetin telkin kılsa Umut Kulsum'un akışına etken adamlı var. Çünkü kandan yaşayan olsa şundan gidiyor insan normaldice. Allah Teala bizi İslam bil yaşap, İslam bil ketken nasip olsun. İslam bil yaşap, İslam bil ketken nasip olsun. Ve sözümüzde iyi bulduğun Allah Teala'nın aldıda hesap verişten korkuduğun müminlerden kılsın. Amin.